Kanadaga yangi ko'chib kelgan immigrant talaba vatandoshlarimiz o'zlarini ko'chib kelgandan keyin dastlabki yillarida bu yerda Uber, DoorDash, Skip the Dishes, Lyft, Turo kabi onlayn platformalar orqali ish topib, faoliyatlarini boshlashadi. Agar Kanadada yashayotgan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs shu kabi onlayn platformalar orqali yil davomida $2800 dan ko'p daromad topgan bo'lsa yoki 30 dan ortiq triplarni amalga oshirgan bo'lsa, bu shaxs haqidagi ma'lumotni ushbu platformalar to'g'ridan to'g'ri Kanada soliq idorasiga yuborishga majbur. Siz yil davomida $2800 dan ko'p pul daromad qilgan bo'lsangiz yoki 30 dan ortiq tripni amalga oshirgan bo'lsangiz, siz haqidagi ma'lumot Kanada soliq idorasiga, CRAga o'zi ketdi. Sizni adresingiz, ya'ni manzilingiz, ismi familiyangiz, SIN numberingiz da topgan daromadingiz haqidagi ma'lumot. Bu nimani anglatadi biz uchun? Biz bu kabi daromadlarimizni soliq deklaratsiyasida ko'rsatamizmi, yo'qmi? Bu ma'lumotlar o'zi Kanada soliq idorasida, CRAda o'zi mavjud. Chunki ular to'g'ridan to'g'ri kompaniyalardan oldi. Bu holatda biz uchun eng to'g'ri yo'l nima? Nima qilishimiz kerak? Eng to'g'ri yo'l, agar siz ushbu kompaniyalar orqali daromad topgan bo'lsangiz 2024-yilda bu daromadni yashirmasdan ochiq-oydin deklaratsiya qilish, lekin deklaratsiya qilish jarayonida o'sha faoliyatni amalga oshirish uchun qilingan barcha xarajatlarni maksimal darajada talab qilib olish, ya'ni claim qilish. Bu xarajatlarga nimalar kiradi? Masalan, mashinaga oyma-oy finance ga olingan bo'lsa, oyma-oy to'lovi bo'lishi mumkin. Lizga olingan bo'lsa, liz to'lovi bo'lishi mumkin. Mashinani sug'urta xarajatlari bor. Maintenance deymiz inglizchasiga, uni tuzatish, oyma-oy yog' almashtirish, moyka qilish. Shu xarajatlarni barchasini maksimal darajada talab qilib olinsa, daromadni juda ko'p foyda qismini kamaytirish mumkin. Agar bu mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa yoki deklaratsiyani topshirish bo'yicha savollar yoki yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men shu videoni oxirida kontakt ma'lumotlarimizni qoldiraman. Bizga to'g'ridan to'g'ri chiqishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha savollaringga javob berib, yordam qilishga harakat qilamiz. Hammalaringga sog'lik, omonlik tilaymiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, dam olish kuni yaxshi o'tkazinglar.